الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وفهمنا معاني التنزيل يا رب العالمين. Biz bugün kelgen dersimiz bolsa Abul Barakat en-Nesefi rahimahullah yazgan Menarul Envar namlı Usulul Fiqh kitabının şerhisi Mulla Ciyun rahimahullah yazgan Nurul Envar namlı kitabının has bölümüge geldik. Has bölümüge. Biz burun kısımlarını 20 kısımga bölüp onu yine her bir kısımga 4 taksim kirib 80'ga apağan edik hammasini. Mümkün ki kitap, sünnet, icma, kıyas deb 4 delilinin hammasiga şu hükümle targ'ib tatbiq qilinganligini so'zlab o'tgan edik. Undan keyin biz birinci bu 4 taqsimning birinchisini nima qildi? Vujuhun nazm deb vujuhun nazm deb buni xos, am, mushtarak, muavval deb to'rtga bo'lgan edik. Xos, am, mushtarak, muavval deb to'rtga bo'lgan edik. Endi bugün musannif bizga eng beshidagi birinchisi bo'lgan xosni so'zlaydi. Xos bo'limini. Xos bo'limini so'zlab bizga xosni ta'rif qilib tushuntirdi, undan keyin xosning hukmini deb berdi. Undan keyin shu xosdan bizga texnik yaxshi tushuntirish uchun shu xosdan kelib chiqqan tafriatlarni, ya'ni furu'larni so'zlaydi. Furu'. Endi biz qalani bilish bo'lsin. Usul deganimiz delil. Furu' deganimiz-chi hukm. Tushundingmi? Usul degan delil, furu' degan shu delildan chiqqan hukm. Masalan, aqimus solah desak, namoz o'qinglar desak nima? Delil. Bundan chiqqan hukm-chi farz. Ya'ni demak fiqh masalasi nima bo'ladi? Fiqh masalasi far'. Usul al-fiqh, ya'ni ad-delil nima? Asl. Biz usul fiqhni bilganimiz şu delilden, Kur'an-ı Kerim'in delilden hüküm çıkarışını bilmemiz. Usul fıkhdan Kur'an'daki delil, Kur'an, kitap, sünnet, icma, kıyastaki delillerden hüküm istinbat kılışını, yani hüküm çıkarışını bilmemiz. Bu usul fıkhda batılıyor. Fiqhci o dese fiqhda çıkarılgan teyyar hükümünü bilmemiz. Onu furu' da batılıyor. Ben mesela Ballazı Nurul İdah okudu, bu nima? Furu'. Usul fıkhı nispeten bu furu' tarmak. Baş asası nima? Delil. Asas bo'lgan narsa delil. Endi bu yerda bizga xos degan delilni so'zlaydi. Bizda xos deb bir narsa birinchi. Vujuhun nazmini birinchisi xos. Xosning lamma faragha al-musannifu Abul Barakat en-Nesefi rahimahullah taqsim, umumiy taqsimni bayon qilib bo'lgandan keyin qism aqsamlarning tafsilotiga shuruq qildi. Aqsamlarning tafsilotini bayon qilishga shuruq qildi. Shunda dediki أما الخاص فكل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. أبو البركات النسفي رحمه الله الماتن dedi ki ama biz birincisini tötkü bölgen edik. Xas, am, müşterek, muavvel. Xasdan başlayımız. Xas degen nima desa? Xas degen matarife. Xas degen fekullu lafzin wudi'a li ma'nan ma'lumin ala al-infirad. Yani ma'lum bo'lgan bir ma'niga qo'yilgan har qanday bir lafziki alal infirad, yolg'izlik bilan, mustaqillik, alohida. Endi bu bizga nimani tushuntiradi? Desa, musannif bizga birdan tushuntirib berdi. Demakchi bu nima deyapti? Faqawluhu kullu lafzin. Yani musannif, ya'ni Abul Barakat en-Nesefi rahimahullohning kullu lafzin degan so'zi, kullu lafzin degan har qanday bir lafzi degan so'zi bi manzilatil jinsi. Cinisning o'rnida. Sizlar cinisni mantiq darsida o'rgangan edingiz. Masalan, al-insanu hayvonun natiq desak, inson degan nav'. Hayvon degan cins insonga nisbatan, natiq degan fasl deb o'qigan edingiz. Hayvon degan ya'ni demak cins degan ya'ni yaqul maqulun ala kathirina muxtalifina fil haqa'iq. Haqiqatlar muxtalif bo'lgan bir muncha narsaga deyiladi. Faslcho shu cinsning atrasidan navni ayırıp çıkıyordu. Nevini ayırıp çıkıyordu. Nasıl fasıl deb atılıyordu. Yani bu cins bir yerdeki kullu lafzin degan söz cinsinin onu da. Xuddi inson demek, hayvan degan onu da yani. Demek ki onu.
hayvan degan so'zning o'rnida. Kull lafzi. Li kullil alfaz, ya'ni bu hamma lafzni ichiga oladi. Qanday lafz? Masalan, zayd degan nima ichiga oladi? Dayz degan nima ichiga oladi? Zaydning aksi. Baka gapni. Ha ta hammani ichiga oladi. Lafz dedimi? Hamma narsa kirib ketadi. Chunki ta'rif bo'lish uchun chuqum dasabda umumiy uni kendan xos bo'lish kerak. Uni keyin biz umumiy hukmni tushundira olamiz. Masalan, men siz qayerdan desa, men avval davlatning ismini deyman, davlatning ismini. Davlatning ismini demay, siz qayerdan desa, men turgan mahallaning ismini desam, odamlar tuniydimi? Tunimaydi. Chuqum men ya Turkistondan, ya O'zbekistondan deydi, O'zbekistondan qayerdan degani fasl bo'ladi. Siz O'zbekistondan qayerdan desa, Toshkentdan. Siz Qirg'izistondan qayerdan desa, men Bishkekdan yoki O'shdan deydi. Bu fasl. Lekin siz qayerdan desa, men ya O'shdan yoki undan kichikroq mahallaning ismini deb qo'ysa, bu ta'rif bo'lmaydi bu. Buni hech kim bilolmaydi. Mana shuningdek. Likulil alfaz vel baqi kal fasli. Qolgan hammasi faslga o'xshaydi. Xo'sh. Endi musannifning faqawluhu wudi'a li ma'nan, bir ma'niga qo'yilgan lafz dedik. Bir ma'ni uchun qo'yilgan degan gap yukhrijul muhmala. Muhmalni chiqarib o'tadi. Muhmal degan gap baka gapni. Ya'ni masalan zaydning aksi nima? Days. Zayd degan so'zning aksi ta'tursi days. Days degan gap chiqib ketadi bundan. Demak, chuqum nima bo'lish uchun bu xos bo'lish uchun birinchi nima bo'lish kerak? Lafz bo'lish kerak, gap. Og'izdan chiqqan so'z, ya'ni bu so'z. Undan keyin ishlatilgan so'z, ya'ni lafzun musta'mal bo'lish kerak. Lafzun muhmala buning qatoriga kirmaydi. Chuqum ishlatilgan, zayd degandek bir narsa quyilgan, ism ishlatilib kelgan so'z bo'lish kerak. Va qawluhu ma'lum. Endi wudi'a li ma'nan ma'lumin degan so'zi in kana ma'nahu ammun ikki xil. Ma'lum degan so'zning ikki xil ma'niga ehtimoli bor. Ya undaq ma'ni bo'lish, ya bundaq ma'ni bo'lish. In kana ma'nahu ma'lumul murad. Agar uning ma'nisi murad ma'lum, bundan bo'lgan murad maqsad ma'lum. Ma'lum deganga bo'lib qolsa, buningdan mushtarak ham chiqib ketadi. Bu so'zdan nimadan mushtarak ham chiqib ketadi. Bu ta'rifning qatorining ichidan mushtarak ham chiqib ketadi. Ya'ni nima degan gap? Murad maqsad muddao degan gap, chunki mushtarakda murad maqsad muddao ma'lum emas. Masalan, mushtarak degan gap ko'p ma'ni nima? Ko'p ma'nilik so'z. Bir so'z bir, lekin buning ma'nosi ko'p. Masalan, ayn, kalimatu ayn. Ayn degan so'zning josus degan ma'nosimi bor, ko'z degan ma'nosimi bor, buloq, yer chiqqan buloq, suv degan ma'nosimi bor, oltin, kumush degan ma'nosimi bor. Demak, hamma ma'nosi bor. Bunda bir qancha ma'nosi bor. Shu buning ehtimoli bor, buning ehtimoli bor. Demak, biz mushtarakdan bizniki ma'na al-murad nima emas, muayyan emas, uchiq emas. Ya'ni bu yerdagi li ma'nan ma'lum deganni, ya'ni muayyan bir ma'niga qo'yilgan deb ma'nosak, bu chaqda maqaytdan nima chiqib ketadi? Mushtarak chiqib ketadi. Ya'ni xosning ichiga mushtarak kirmaydi, mushtarak chiqib ketadi. Bizda 4 narsa bor. Nima xos, am, mushtarak, muavvada 4 narsa bor. Buni hammani chiqarib tashlashimiz kerak. Buni chiqarmasak bo'lmaydi. Yakhruju minhu al-mushtarak li'annahu ghayru ma'lumin va chunki mushtarakdagi murad ma'lum emas. Toki bir qarina kelmaganga qadar buning dalolat qilgan ko'zdan qarina kelmaguncha biz mushtarakdan qolmaymiz. Ma'noni uchuq faloni deb qolmaymiz. Chunki buning bir qarina kelish kerak. Va in kana ma'nahu ma'lumul bayan. Am agar ya'ni wudi'a li ma'nan ma'lum degandiki bu ma'lum deganning ma'nosi ma'lumul bayan. Yani bayani ma'lum degan gap bo'lib qolsa. Ya'ni bayani ma'lum degan gap, ya'ni chiqib bir ma'niga qo'yilgan. Unda muayyan bir ma'no emas, bizga bir ma'noni anglatadi. Masalan, ayn degan gap bir ma'niga qo'yilgan hamda. Ya'ni bir ayn desak, ishqilib bir muncha ma'nosi bo'lgan taqdirda bir narsaga qo'yilgan narsa. Bir ma'niga qo'yilgan. Faqat bir ma'niga qo'yilgan, lekin muayyan bir ma'no emas, bir ma'niga qo'yilgan desak, bu chaqda lam yakhrujul mushtaraku minhu. Maqaytdan mushtarak chiqib ketmaydi. Bu chaqda bu qaytdan mushtarak chiqib ketmaydi. Unda bo'lsa mushtarak nimadan chiqib ketadi? Mushtarak qaysi qaytdan chiqib ketadi desa, u chaqda mushtarak va yakhruju min qawlihi ala al-infirad. Bu chaqda mushtarak ala al-infirad degan so'zdan mushtarak chiqib ketadi. Ya'ni chunki buning ma'nosi ala al-infirad degan ma'nosi, ya'ni yolg'izlik bilan degan gap. Infirad degan gap alohida. Yolg'iz faqat shuningga degan gap. Bilak adamga emas, buningga emas, faqat shuningga qo'yilgan degan gapning u chaqda mushtarakmi chiqib ketadi, ammi chiqib ketadi.
مش قال لأن معناه حينئذ يكون معنى منفردا عن الأفراد. Çünkü bunun manası şu çağda كل لفظ وضع لمعنى منفردا لمعنى معلوم منفردا عن الأفراد. Başka efratlardan, başka şahs, başka böleklerden yalnız boğan bir maniga kuyalgan degan bo'ladi. O çağda müşterek mi çıkıp ketadi. Onun kendin ve an ma'nan ahar. Yani bir ma'nidan mu munfarid boğan degan, yalnız boğan degan sözler. Hazır dikkat qilinglar. Bu yerda hazır laf nashr g'ayr murattab var bu yerda. Laf ve nashr g'ayr murattab degan gap bor. Nima degan gap desa, chunki buning ma'nosi shu chaqda boshqa partlardan yalnız holda bo'lgan bir ma'niga degan bo'lsa, nima chiqib ketadi bundan? Am chiqib ketadi. Am degan mesela insan desa, mesela rejulun desek, ricalun desek, am ricalun erler. Yani ricalun degan gap ma adam, ma bir necha erni chiqaradi, tushunarmi? Lekin faqat bir erni qilamiz chiqarsa, bir erni. Buni olmasa bu şart nimde atıldı bu? Xas deb atıldı. Eğer bu hamma adamni olsa, am deb atıldı. Demek birinci farklanishdan bir farkni qilamiz chiqarsa, bunun nima chiqib ketadigan ma'nodan am chiqib ketadigan. Uni kendin anda müşterek nereden çıkıp ketadi desa, ve an ma'nan ahar. Yani birinchi ma'nolar var. Birinchi ma'nolar var. Miyada ben nimishqa buni laf nashr g'ayr murattab dedim desa, bu yerda asli لأن معناه حينئذ يكون معنى منفردا عن الأفراد degan gapdan am chiqib ketadi. Ve an ma'nan ahar degan gapdan cho mushtarak chiqib ketadi. Lekin bu yerda fayakhruju anul mushtarakni avval amni kim ketib qo'ydi? Buni nima deyiladi? Laf va nashr g'ayr murattab. Agar laf nashr murattab bo'lgan bo'lsa, fayakhruju anhu al-ammu val mushtaraku jami'an deb keladi. Tushundingizmi? Yani bu degan bir uslub, tafannun deymiz endi. Balog'at uslubidagi bir xil nochilik ham desak, bunda kallanni bu qiz qatirib qo'yib, "Voy, nima bu? Qanday bo'ldi?" deb ha, bunda ekan deb usul. Yani nimaning avtorniki, sharihniki ilmining ziyodaligini ko'rsatadigan bir usul endi. Buni biz gumpa deb qo'yamiz, gumpa. Xo'sh. Misol shunda alal bu ha. Xo'sh, endi va innama zukira al-lafzu ha huna duna an-nazmi. Endi bu yerda kullu lafzin deb keldi. Kullu lafzin deb keldi ta'rifda. Nimaning ta'rifida? Xosning ta'rifida. Nimish duna an-nazm, kullu nazmin deb kelmadi. Nima uchun desa, jaryan alal asli. Asli qoida bo'yicha manqonlik uchun. Asli qoida bo'yicha manqonlik. Endi demakchi o'g'ini nima demakchi? Bu yerda asli bu bizga bunday degan edi. Lafz degan og'izdan chiqqan narsa bo'ladi. Nazm degan bir tiziq marjon tizilgan marvoyatning tiziqi bo'ladi. Alloh taolaning kalamining va marvoyatning tiziqiga o'xshasak bak yaxshi bo'ladi degan edi boshida. Lekin bu yerda shunday deb turib, nima dedi? Kullu lafzin deb keltirdi. Bu nimani bildirdi desa, asli qoida bo'yicha manqish. Ya'ni demak, bu xos degan bu qoida faqat Qur'onga xos emas. Qur'on, hadis, ijmo, qiyos qilib arab tiliga xos. Chunki bu arab tilida babir qoida. Asli Qur'on kirishdan burunmi arab tilida bab bo'lgan bir nima xos degan bir qoida. Ya'ni maxsus bir narsa, muayyan bir narsani ko'rsatadigan, shu narsalarni ko'rsatadigan, boshqa narsani ko'rsatmaydigan bir qoida bu xos degan. Shuning uchun lafz deb hamma narsani o'z ichiga olish uchun buni asli qoida bo'yicha men uchun keltirdi. ولأن الظاهر أن هذه الأقسام ليست مختصة بالكتاب. Ve şunun için ikinci illet. Şunun için lafız deb keltirdi ki أن الظاهر أن هذه الأقسام ليست مختصة بالكتاب. Bu kısımlar kitapqa muhtas emas, kitap xos emas. Demek ki onun birinci jarayan alal asl degan gap, biz aslında nazm deganda nimani tushunmoqchi? Lafzni tushunmoqchi. Biz nazm deganimiz maqsadimiz lafz. Lafz yani demek asli gap demekçi. İkincisi ben de pek gap. Yani وَلَيَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ هَذِهِ الْأَقْسَامِ. Zahir bo'g'ini bu qismlar hammasi kitob qilgan xos emas. Bel tejri fi jami'i kelimatil arab. Balki arabning jami kelimalariga mang'adi bu gap. Shu sabab, ichki sababdan o'tadi. Xo'sh. Xo'sh, endi va innama zukira an-nazmu fi at-taqsimat. At-taqsimatda lafz zikr qilinmay, nazmning zikr qilinishi, endi savolma varid bo'lgan e'tirozga javob hammasi innama kelsa. Riayatan lil adab. Adabga rioya qilish uchun deyildi bu yerda. Nima qildi? Anna an-nazma fil chunki nazm degan aslida jam'ul lu'lu'i fi marvoyatni yib o'tkazishdir. Bu
بخلاف lafızın xilafıdan. Çünkü lafız degan lug'at ma'nosi lafızning rami, etish, og'izdan bilasini chiqarish, etib chiqarish degan bo'ldi. Xo'sh. Va amma وأما ذكر كلمة كل فإنه وإن كان مستنكرا في endi musannif bizga bu yerda yana bir e'tirozga javob beryotdi. U e'tiroz bo'lsa nima e'tiroz? Birisi e'tiroz bildirdi. Bu yerda musannif xos deganni ta'rif qilishda kullun degan lafzini keltirdi. Kullu lafzin deb. Asli qoida bo'yicha ta'rifatga kul kirmaydi. Nima uchun desa, ta'rifat degan bir narsaning mohiyati, haqiqatini tushuntiradi. Bir narsaniki mohiyatini, haqiqatini tushuntiradigan narsa. Kullun degan bir narsaning sonini ko'rsatadi. Kullun degan afrod, faktlarni, buni ko'rsatadigan narsa. Lekin haqiqat ta'rif degancha bir narsaning sonini bildirish uchun emas, balki uning mohiyatini, haqiqatini tunishtirish uchun keladi. Demak, bu kullun degan so'zni nima uchun keltirish xato bo'ladi ta'rifatda? Bu nima uchun keltirdi? Buni nima deb asos chiqarib bilasiz? Buni asosi nima? Degan e'tiroz kelsa, bizga nima sharh buniki musannifniki bu kullunni keltirishiga asos yo'l chiqarib beryapti. Buni keltirishning sababi bu deb. Ya'ni va amma zikru kalimati kullu lafzin degan shu ta'rifdagi kull degan so'zni keltirish nima chiqadi? Fa innahu, chunki u kul degan so'zni keltirish va in kana mustankaran fi ta'rifat. Ta'rifatda ta'rif binasini tunishtirishga ta'rifatda mustankar, inkor qilingan, cheklangan ish bo'lsa-mu fi istilohil mantiq degan mantiq istilahida walakinnal qasdaha huna biroq bu yerdagi maqsad li bayanil ittiradi va dabt. Ya'ni ittiradi va dabt degan ittirad degan sizlar ta'rifatniki mesela mantiqda o'qigan. Ta'rifatning shartlaridan biri ta'rifatdan bo'lish kerak, muarrif ta'rif, biri bir ittirat bo'lish kerak, yana biri in'ikas bo'lish kerak deb o'qigan. İttirat degan jamlash. Ya'ni shu ta'rif muarrifning ta'rif qilingan so'zniki jimi nimalarni, mohiyatlarini, haqiqatlarini o'z ichiga yaqqan bo'lish, jamlagan bo'lish va shu ta'rifatniki mohiyatidan, haqiqatidan boshqa narsani chiqarib o'tgan bo'lish. Shunda deganmi? Jami' mani deb o'qiganmi? Musannif shu shuni demoqchi. Mana ittirat degan nima? Asli ittirat degan jama'. Dabit degancha desa, dabit degan ham mana demoqchi. Dabit mana demoqchi. Mana demoqchi. Lekin dabit degan asli ma'nosi dal degan gap. Masalan, mako'ydagi menga dal kelsa, nima? Bidabit keldi deymiz. Bidabit. Dal keldi. Nima? Ziyodami emas? Kammi. Cho'ngma emas, kattami emas, kichikmi emas. Osh dal kelsa, shuni nima deymiz? Dabit deymiz. Endi demak, nim bo'lsin, mushu xosniki haqiqatni birini o'tishiga oson. Xosga dal kelsin. Bu ta'rif xosga dal kelsin. Xosdan cho'ngmi bo'lib qolmasin, xosdan kichikmi bo'lib qolmasin. Dal kelsin bo'ladi. Ya'ni demak cho'g'ini jami'an mani'an. Jami' ma'ni bo'lish uchun bu yerdagi kul afrodni o'ziga olish emas, balki xosning butun haqiqatlarini, mohiyatlarini o'ziga olish uchun. Ha. Endi bu ittirat bilan dabit degan, ya'ni jami' mani' degan bu shart innama yahsulu bi lafzi kull. Ya'ni hammasi kelganda, ya'ni shu xosninki xosga aloqador bo'lgan masalaga, xosning mohiyatlarining hammasi shu xosning tahtiga kelgan, ta'rifatni kelganda hosil bo'ladi. Bi lafzi kull degan lafz bilan hosil bo'ladi. Ya'ni kull degan lafzni ishlatish bilan hosil bo'ladi. Da'vat edi, ya'ni yo'l qo'ydi. Xo'sh. خصوص الجنس أو خصوص النوع أو خصوص العين كإنسان ورجل وزيد. تقسيم الخاص بعد بيان تعريفه أي الخصوص الذي يفهم في ضمن الخاص. الأول إما أن يكون خصوص الجنس بأن يكون جنسا خاصا بحسب المعنى وإن لم يكن ما صدق عليه متعددا. الثاني أو خصوص النوعي على هذه وتيرته. الثالث أو خصوص العين الشخص المعين.
وهذا أخص الخاص. وهذا أخص الخاص. خوش. Endi bizga musannif rahimahullah birinchi qilib xosniki ta'rifini so'zlab bo'ldimi? Xosning ta'rifini so'zlab bo'ldi. Xosning ta'rifi nima ekan? Kullu lafzin wudi'a li ma'nan ma'lumin 'ala al-infirad. Bu xosniki ta'rifi bo'ldi. Endi bizga xosning qismlarini bilib turadi. Musannif Abu Barakat Nasafi rahimahullah nima deydi? Va huwa imma an yakuna khususal jinsi aw khususan naw'i aw khususal 'ayni. كإنسان ورجل وزيد. أمد خاص يا خصوص الجنس يعني جنس خاص قدا خاص بلودو أو خصوص النوع ياكي تür خاص قدا خاص بلودو ياكي خصوص العين يعني ياكي شخص خاص قدا خاص بلودو عين يعني ده شخص يعني olmaz يعني بالشخص خاص قدا خاص بلودو مثلا كإنسان ورجل وزيد يوشر إنسان diyen bu insan degan narsa bir cins. Rajul degan bu nima? Nav'. Zaydin degan chu shaxs. Endi sizlar bir qiz kalangni tushunish mumkin. Ilmiy mantiqdan da demagan. Insonni ilmiy mantiqda nima degan? Insonni nav' degan insonni bormi? Hayvonni jins degan. Uning ostidagini chu nima degan? Fasl yoki sinf degan xos deb qo'ygan. Uning ostidagini xos. Endi uni juz'iy deb qo'ygan, juz'iy. Endi bu yerda inson degan u kulli degan bo'ladi, kulli degan. Chunki inson degan o'qim bu insonni o'chiga oladi, u insonni o'chiga oladi deb. Lekin bu yerda bu nima bo'lib xosni chiqib qoldi desa, birinchi bu ilmiy mantiq istilohi emas. Bu usul fiqh, fuqaholarning istilohi birinchi, usuliy yo'llarning. Ikkinchi bu bir tarafdan qarasa inson desa bir ma'noni bildiradi. İnson degan bir haqiqat, bir ma'noni bildiradi. Anladın? Bütün dersini bildirmaydi. Biz sanıla işimiz yok. Afratla işimiz yok. Fakat tamak yeydiğen, aklı var, midelaydiğen, hareket kıladığan, aklı var bir məxsus, məlum bo'lgan bir hayvan, canlıqni ko'rsatdi inson degan. Demak, ma'lum bo'lgan bir ma'noni ko'rsatganligi jihatdan nima xos. Shuni nima deymiz buna? Jins xoslik deb ataymiz. Nav' degan-chu rajul. Rajul degan chunki jins ikki naviga bo'linadi. Rajul, mar'a. Ayol deb ikki turga bo'linadi. Demak, ikki turga bo'linganligi uchun mojihatdan rajul degan gap nisa degan ayolni ayirmay, rajul degan bir turni ko'rsatganligi uchun bu nima? Tur xoslik, nav' xoslik deb ataladi. Zayd degan-chu bir mujfatlanishidan faqat ma'lum bir odam qo'yilgan ism. Zayd degan bir necha odam qo'yilishi mumkin. Zayd degan ism, buni ismi Zayd bo'lishi mumkin, uni ismi Zayd bo'lishi mumkin, lekin qo'yilganda nima qo'yilgan? Bir odam qo'yilgan. Ikki odamga Zayd deb ism. Ikki odamga bir Zayd ism qo'yilmaydi. Ikki odam bo'lsa, ikki dona Zayd ism qo'yiladi. Buning bir Zayd ism qo'yiladi, buning bir Zayd. Demak, faqat birdan qo'yiladi. Tushundingmi? Mojihatdan Zayd degan nima? Shaxs xoslik. Endi xosning eng kuchlisi nima? Shaxs xoslik, eng kuchli xos. Shunda mana nahvdagi. Nahvda ismi jins, ismi alam deb ikkiga ayiradi, lekin usul fiqhda shu uchga ayiradi. Jins, nav', shaxs deb. Mumkin ham bizga musannif sharih bizga buni tafsilotini o'zi deb beradi. Taqsimun endi bu musannifning bu so'zi taqsimun lil xossi ba'da bayan ta'rifihi. Xosni bayon qilib bo'lgan, ta'riflab bo'lgandan keyin uniki xosni taqsim qilish, bo'lishga sho'ro qilishdir. Ya'ni al-xusus allazi yufhamu fi dhimn al-xos. Xosninki ichida, mazmunida tushuniladigan xosliklar uch xilga bo'linadi. İmma an yakuna xususal jins ya'u xususal jins bo'ladi. Qanday bo'lib desa, bi an yakuna jinsan xossan bihasabil ma'na. Ya'ni ma'no e'tibori bilan xos jins bo'lishilar. Ve illem yekun ma sadaka aleyhi mutaaddiden degan agar uningga to'g'ri kelgan narsalar mutaaddid bo'lmasimi? Mishadik mush iboratni musannif ve in yakun ma sadaka aleyhi mutaaddiden degan bo'lsa, texmi bak tushunishlik bo'ladi. Ya'ni agar shu ma sadaka aleyhi bizniki kalimizda bir mafhumda bir ma'ni bor, qum. Ma sadaqda bir misdaqda bir bor amaliyotda. Yani misdaqdagi narsa ko'p bo'lgan taqdirdami? Mesela inson desam, inson amaliyotda jiq narsa. Lekin mafhumimda-chu bir narsa. Mafhumimda bir ma'no. İnson degan bir shuncha jiq ot, qo'y, kala degan hayvonlarning ichidan
bir hayvan, ha? Bir hayvan, bir şekil kalandaki. Şu bizga nimani ko'rsatdi? Shu ma'ni demoqchiman. Amaliyotda bir muncha narsa inson bo'lgan bo'lsa-mu, ya'ni jinsligimdan uniki sonlarning jiqligini uni qaramayman. Bu faqat kalandagi bir ma'nini ko'rsatgan jihatdan nima? Jins xoslik deb atadik deydi. Ammo yerdagi iboratda va illam yakun ma sadaq alayhi mutaaddidan deb desa u joqda uningga to'g'ri kelgan narsa ko'p bo'lmasa-mu desa, yana iboratda bir aksli kelib chiqadi. Balki shu nimada tahqiqda masala bo'lishi mumkin. Va iyyakum ma sadaq alayhi mutaaddidan bo'lsa bu ham yaxshi bo'ladi. Endi agar bir şeydik bu ma'noni ko'rsatamiz deydi. Va in lam yakun ma sadaq alayhi mutaaddidan desa, mushuni bir vajh tavjih qilib boqayli, asos yo'lni deb boqayli desak, agar biz quyosh shams desak bu jins xoslik bo'ladi. Buningdan bir muncha narsa bo'lmasin bo'ladi. Chunki mumkin shamsdan bizda bilan shams olsa, yine boshqa yerlarda bir muncha shams bo'lishi mumkin. Lekin bizda bidani ko'rgan bidan narsa bilan buniki jinsdan chiqib ketmaydi degan ma'ni buzilmoqchi bo'lishi mumkin, lekin bu ancha muvofiq ma'no emas. Shuning uchun qanday bo'lsa da shunda iborat? Men demoqchi bo'lganim asli bu iborat va iyakun ma sadaqa alayhi mutaaddidan bo'lsa, ya'ni agar biz hozir xos deganda faqat bir narsani ko'rsatgan narsa demoqchimiz, maqsadimiz. Bir narsani ko'rsatish kerak deyapmiz. Lekin bu yerda inson degan gap bir narsani ko'rsatmaydi. Butun inson Odam alayhisalom zamonidan qiyomatga qadar bir mincha insonlarni ko'rsatdi. Endi buni qanday tushuntirasiz desa, ya'ni anda narsani ko'rsatmaydi, lekin bizni Odam alayhisalomdan tortib qiyomatgacha bo'lgan inson bir jins, hammasi bir jins. Hammasi bir mafhum, bir ma'ni ko'rsatdi. Og'izi bor, yeydigan, ko'zi bor, ko'rdigan, mida aqli bor, qilishadigan bir narsani ko'rsatdi. Men demoqchi o'g'lim bir ma'ni demoqchi. Buning soni bilan mening ishim yo'q demoqchi maqsad. Shuni demoqchi. İkincisi ev hususun nev'i ala hadhihi al-vatira. İkincisi nima? Hususun nev'. Yoki xos hususun nev', ya'ni tür xosligida xos bo'lgan xos so'z bo'lishi mumkin. Ala hadhihi al-vatira degan mush tariqada yuqorgi tariqa, ya'ni bi an yakuna naw'an khassan bi hasab al-ma'na degan bu. Ve illam ve yakun ma sadaq alayhi mutaaddidan. Yani şu ala hadhihi al-vatira deganda nima tatbiqsizlar? Yani bi an yakuna ala hadhihi al-vatira degan ma'nosi bi an yakuna amman khassan bi an yakuna naw'an khassan bi hasab al-ma'na ve in yakun ma sadaqa alayhi mutaaddidan deb tushunsan bo'ldi. Mush tariqalar degan ma'nosi. Yani nav xusus bu o'xshaydi. Nav xusus nima deb xos deb ism qoldi desa, bu nima xos bir nevi bo'lish, xos bir nevi. Ma'no e'tibori bilan. Masalan biz rajul desak, bu adı Nur yigit mi rajul? Bimirzi mi rajul? İsa bek mi rajul? Abdullah bek mi rajul? Amisi bunun onda bu amken bu xazam masken dediyse, lekin rajul degan gap faqat mohiyatda bizga bir ma'noni beradi. Bu bo'lsa ayol emas. Rajul degan gap ayol emas. Ayniki bilsan qanday bo'lsa ayol qilganini bilsan menga. Ayol emas degan ma'no jihatdan nima? Xos. Ya'ni nimani ayolning o'ziga olmaganlik jihatdan xos, mojihatdan xos. Qancha ayol jig'lab ketsin, uni sonlamizda ishimiz yo'q demakchi. Üçüncüsü ev hususal ayn. Ya bu xos hususal ayn degan shaxs xosligida xos bo'ladi. Yani ayn degan nima desa, ay ash-shaxsul muayyan. Yani muayyan bir shaxs. Muayyan bir shaxs xosligida xos bo'ladi. Va hada axassul xos. Bu xoslarning xosi. Eng kuchli xosmi shu. Masalan Zayd degandek. Zayd desam, u bir muncha narsa ichidan faqat ma'ni jihatdan bir ma'noni ko'rsatadi. Fard jihatdan faqat bir fardni ko'rsatadi. Demak bu eng kuchli xos degan gap. Shunlar xos demak qanchaga bo'linadigan? 3 ga bo'linadigan. Biri xosul jins, yana bir xosul nav', yana biri xos al-ayn. Xo'sh. Endi bizga musannif bizga jins, nav' deyadiki jins, ayn deganlarni birdan tushuntirib bermoqchi. Jins degan nima desa, vel cinsu indahum. Cins indahum degan indal usuliyyin demakchi. Yani indal fuqaha demakchi. Yani usulshunos va fiqhshunos
Alimlarning ko'z qarashida cins degan nima desa, ibaratun an kulliyyin maqulin ala kathirina mukhtalifina bil agrad. Yani bil ahkam deb tushunchamiz. Yani cins degan fuqaholarning ko'z qarashida ibaratun an kulliyyin maqulin nurg'un adamga nurg'un ag'rozlari, g'arazlari muxtalif bo'lgan, hukmlari muxtalif bo'lgan nurg'un shaxslarga deyilgan kulli, umumiy so'z. Umumiy so'zdir. Dunal haqaiq degan haqiqatlarga muxtalif emas. Kama zahaba ilayhil mantiqiyun. Mantiqshunoslar bo'lgandek haqiqatlar emas. Mantiqshunoslar nima degan? Jinsimiz kimlar tushungan mantiqda, ilmiy mantiq asosanglar. Ilmiy mantiqda jins degan kulliyun maqulun ala kathirina muxtalifina nima bil haqaiq. Muxtalifina bil haqaiq. Haqiqatlarga muxtalif bo'lgan bir kulli so'z jins deb ataladi. Masalan, hayvon desak jins. Hayvon deganda haqiqatlar muxtalif. At başka, adam başka, qo'y başka. Lekin hammasi hayvon, hammasi canlı. Cinsini chikirdi hammasi, lekin buni haqiqatlari muxtalif degan ma, buni anda tushundigan edi. Lekin nimalar anda tushunmaydi. Fuqaha usuliylar anda tushunmaydi. Ular maqulun ala kulliyun, al jinsu kulliyun maqulun ala kathirina muxtalifina bil agrad, bil ahkam. Buniki hükümleri muhtelif bo'lgan. Hükümleri muhtelif bo'lgan nima bir nurg'ulg'an shaxslarga deyiladigan umumiy so'z. Jins degan muhtelif nima? Gerçekten uniki haqiqatlari bir bo'lsin. Walau kana nima? Muttafiqina bil haqaiq. Haqiqatlari bir bo'lsin, ya'ni inson desak, insonning hammaning haqiqatlari nima? Bir. Lekin hükümleri başka. Mesela ayol kishining hukmi er kishining hukmi o'xshamdi? O'xshamaydi. Ayol kishiga juma farzmi? Farz emas. Ayol kishiga jihad farzmi? Farz emas. Er kishiga aksicha juma namozi o'qish farz, jihad farz. Masalan, ayol kishi farz emas. Bir necha shariatda ayol kishi hech ko'rib qolsa namoz o'qilamdi, namoz o'qimaydi. Er kishi hech ko'rib qolmaydi. Uningga bunda saqt bo'lgan shu namoz er kishining gardidan o'lmaguncha saqt bo'lmaydi. Demek ahkam nişki sebep bu şey. Ahkam nişki sebep hükümleri muhtelif. Lakin Musa'nın bir agraz degen neyim? Bu da şöyle galiba. Musa'nın düşündürdü şarih. Agraz yani yaratılış cihatte Allah Teala er kişini baş güç için yaratkan, ayol kişini baş güç için yaratkan de bunda ayırgan. Şimdi bu doğru. Dunel haqaiq kema zahaba ileyhil mantiqiyun. Mantiqiyla bağınday muhtelifine haqaiq emas demekçi. Şundan mı? Sonuçta bil hakika. Hoş. Ve nev'u nev deganimiz. Cins degani tushundik. Nev degan nima? Nev degan fuqaha usuliylarning ko'z qarashida kulliyun maqulun ala kathirina muttafiqina bil aghrad dun al haqaiq. Endi nev deganimiz usuliylarning ko'z qarashida haqiqatlari emas, balki ag'rozlari, g'arazlari o'xshash bir bo'lgan nurg'unlagan shaxslarga deyilgan bir umumiy so'zdir. Umumiy so'zdir. Demak, bularning haqiqati bir. Haqiqati jins deganda haqiqati nima? Ag'rozlari nima? Jinsda nima dedik? Jinsda ag'rozlari muxtalif dedik. Ammo nav'u shu ag'rozlari haqiqatlari bir. Haqiqatlari bir. Ag'rozlari endi nav'da ag'rozlari bir. Ag'rozlari ham bir. Jinsda ag'rozlari muxtalif dedik. Er ayağını uçuğa aldı dedik cinsine. Ne uçuğu fakat ya aynı aldı uçuğa ya ayağını kanam aldı. Demek bundaki g'arazlari bir. G'arazlari bir bo'lgan bir topni uçuğa algan umumiy so'zni deb ataymiz, nev' deymiz. Kama huwa ra'yul mantiqiyyin. U xuddi mantiqiylarning ra'yidek. Bunun da mantiqiylarning ra'yiga o'xshash keladi. Lekin mantiqiylarning ra'yi an-nev' insonning nev' deydi. İnsan nev'. İnsan degan ichida ikkinchisi bor. Demak, bu mantiqiylarning ra'yi emas. Mantiqiylarning ra'yi bas mantiqiylarning ra'yi bilan birlashadigan ya haqiqatlar bir. Haqiqatlar birlikda bo'lishadi. Lekin g'arazlari bir bo'lishda birlashmaydi. Fahum
Ula innema yebhasuna anil agradi dunel haqaiq. Emdima usuliyullah fuqahala hakikat üstüde izlenmeydi. Fakat agraz, garaz üstüde, ahkam üstüde izlenirdi. Anda olgan dikin, demek buna hakikatte işi yok. Çünkü bir de koyuşluk sebep mantıkşunasla hakikat üstüde izlenirdi, hakikat üstüde. Lakin usuliyullah hakikatle işi yok, hüküm üstüde izlenirdi. Allah Teala ayak kişiye kanda hüküm masaya atkan ayak kişini, ayak kişini kanda hüküm masaya atkan. Ayak kişinin hükmünde mi, ayak kişinin hükmünde. Usuliyun fuqahalı bunu bu akta izlenirdi. Mantıkşunasla hakikat üstüde izlenirdi. İkisindeki ne mesela tadqiqat objekti başka. Farubba nev'in indel mantıkiyin cinsun indel fuqaha. Yani bazı nev' mantıkşunasla nev' diyenlerse fuqahaların göz karşısında cinstir. Xuddi kema yazharu anil emthilati allati zekeraha. Musannif zikir misallar okşar mesela. Misallardan aşkar boğunu dek. Misallarında mesela bi kavlihi ke insanin ve raculin ve zeydin. Mesela biz insanla biz ne deyimiz? Fuqahala cins deydi. Nemizu mantıkşunasla nev' deydi. Raculun diyenler biz ne deyimiz? Raculun ne? Fuqahala nev' deydi. Nemele sınıf deydi, sınıf. Racul yaki fasıl yaki sınıf deydi. Yani fasıl yaki sınıf deydi. Zeydçu, zeyd diyen cüz'i de koydu, zeyd diyen khas hem de. Zeyd diyen khas. Fel insanu naziru khasıl cins. İnsan diyen söz cins khaslıqdaki khas boğan khasının misalıdır. Fe innehu insan diyen mequlun ala kethirine muhtelifine bil agrad. Garazları muhtelif boğan, nurgulluğan bir şəxsləgi deyilgen sözdür. Fe inne çünkü cinsinin aslında, insan diyen cinsinin aslında er kişi ve ayak şahiş kendisi vardır. Vel garadu min xilqatir reculi. Hem de er kişini yaratıştın boğan garaz demediyse huve kevnuhu nebiyye. Er kişinin peygamber buluşu, imam buluşu ve şahiden fil hududi vel kısas. Had ceza kanunlarda ve kısaslarda guvahçı bulalışı ve mukime lil cumaati, cuma namazı okuyalışı vel a'yadi ve nahve heyt namazını okuyalışı. Şunun okşayan meseleler, şunu yaratılgan er kişi garaz. Vel garadu minel mer'a. Ayal kişinin yaratıştın maksatçı odasa kevnuha mustafraşeten atiyeten bil veled. Ayal kişinin mustafraş buluşu. Mustafraş diyen gap yani ayal kişini az yaratılışı mustafraş. Er kişindeki aylanın menfaatini üçün yaratılgan. Yani bisat kılıngan diyen gap. Atiyeten bil veled diyen gap balı tuğuş üçün. Balık yatırış diyen balı tuğuş üçün. Mudabbiraten li havaicil beyt. Yani öyünün hacetlerini selamcallaştırıdığan, ulullaştırıdığan, kamdaydıgan, öy içindeki işlerini kılıdığan hıfiyarat Allah Teala yakışını. Ve gayri zalika şunun başka. Demek garaz da okşamaydı deydi. Yani müşahedeki demek çoğunumuz garaz diyenlik ahkam desek er kişininki ayak kişinin hükmü okşamaydı diyen mani çıkıdı. Garaz desek bunun garazı başka, bunun garazı başka diyen mani çıkıdı. Her işkini manisi bu. Şimdi kallamada her işkini manini tutuluş gerek. Ve raculu naziru khasin nev'i. Yani racul diyen sözümüz khasin nev'inin misalıdır. Fe innehu çünkü racul diyen agrazları, garazları bir boğan nur ulluğan şəxslər deyilgen sözdür. Çünkü efrad-ı rical Allah'ın efradları, fertleri yani Allah'ınki her bir saniye, her bir bilekleri kullahum sevaun fil garaz. Hemmesi garazda sava yani beraber, okşaş. Yani erler hemmesi bir garaz için yaratılgan. Hem de sual geliş mümkün. İtirazım bir. Anda olsa kafirle Müslümanın hükmü okşamdı. Kafirle Müslümanın garazı okşamdı. Bir adamdaki fütü yok. Kisel adam bilen sak adamın hükmü okşamdı. Mesela hükmü okşamaydı. Hükmü okşamadı ki bu ne? Aridi iş. Yani aridi. Asli işemez. Asli hakikat hemmesinin garazı okşaş. Hükmü okşaş. Lakin onu yüzbergen bir amilinin ciddiden hüküm başkalap kaldı. Dep cevap vermez. Ve zeydun zeyd diyen sözümüz naziru hasil ayn diyen yani muayyen şahs taksis şahs haslıkındaki misalıdır. Fe innehu çünkü zeyd diyen söz şahsun muayyen bir şahsdır. La yahtemilu şerikete illa bi teaddudil evda. Bu başkalarıyla şirkleşişinin ihtimali yok zeyd diyen sözün. Fakat lan bir evda köp boğan vaxtı da andın başkalarıyla şirkleşeliydi. Yani bu makişliğimiz zeyd hepsini koysak
Manığımız Zeyd deb isim koysak, manığımız Zeyd deb isim koygançağımızda 3 tane Zeyd bo'ladi. Bo'lmasa bir qitim Zeyd deb qo'ygan ismni 3 odamga qo'yilmaydi. Yani bir tane Zeyd degan isim 3 odamga bir odamga men Zeyd desam 3 odamni ko'rsatmaydi. Ya ma Zeydni ko'rsatadi, ya ma Zeydni ko'rsatadi, ya ma Zeydni ko'rsatadi. Shunga Zeyd ibn Abdullah, Zeyd ibn Muhammad, Zeyd ibn Qasim degan gapim. Chunki Zeyd degan gapim hammani ko'rsatmaydi-da, bir tane Zeydni ko'rsatadi. Tushundingmi? Xo'sh.